Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Sankt-Peterburg, Lenin oblast, Moskva oblast, xullas Rossiyada ishlayotgan barcha yurtdoshlar. 2024-yil Murod akadan pravo oldim. Mana ish boshlaganman yaqinda. Murod akaga ishoninglar. Hammasi ro'y rost, hammasi shotki. Mana ekskavatorimiz. Hozir ekskavatorga chiqib olaydi mana. Murod akadan pravo olganman 2024-martda. Xudoga shukr bilan alhamdulillah. Pravo olgandan keyin yarim yil o'rgandim, izlandim. Olib tashladik, alhamdulillah xudoga shukr. Mana hozir juda katta zavodda ishlayapmiz mana. Kolosniy ekskavator o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar. Mana juda katta zavod mana. Mana shu yerda ish boshladik xudoga shukr. Deyarli 10-15 kun bo'ldi. Murod akadan pravo olganman. Bemalol ishonishingiz mumkin. Eng avvalo ixlos. Ixlos bilan bismillah deb duo olsa, aloqaga chiqsanglar, Murod aka o'zlari hammasini barcha hujjatlarga Murod aka o'zlari yordam beradilar. Alloh rozi bo'lsin. Ishoninglar, ixlos qilinglar.